Assalomu alaykum dunyodoshlar. Bugun Bookmap to'g'risida gaplashmoqchiman. Bookmap bilan tan level 2. Level 2 da ko'rsalang bo'ladi. Bu katta orderlar, katta sellar, katta sotib oladiganlar qattaligini bilsang bo'ladi. Lekin Bookmap osonlashtirilgan. Masalan, bu yerda ko'rsalaring 64571 katta sellerlar turibdi bu yerda. Kimdir short qilib oladi. Shu narsani oshlan kelgan, kim kontrolda masalan, jumalal ko'rsalaring katta oluvchilar green, yashil turibdimi kontrolda, qizil bo'lsa, tumalaqli ko'proq bo'lsa, sotadiganlar ko'proq shunaqa shuni bilasizlar. Har bitta naqada, shamda nima bo'layotganini bilasizlar, bu yerda ko'rsalang bo'ladi shu. Keyin menga katta foyda bergani ushab turish. Masalan, ko'plar hamada xato bilaman, xatolardan bittasi erta sotib berardim. Bookmap unga yordam berdi. Masalan, erta sotishim hojatli yo'qligini, masalan, misol qilaman, 10:21 da kirgan edim savdoga, Palantirda. Shu atrofda kirgan edim. Qarasalaring, misol qilaman. Kirganmi sababi. Tezlashtiramiz, uyda tezlashtirsangiz ham bo'ladi. 10:21 soat hozir 10:20. Kirgan sababini ko'rasizlar. Nimaga kirganman? 135.86 kunligini haydi. To'rtta turib tezlikda turgancha tezlashtiraylik. Bo'lmasa vaqt qolmaydi. Yetmaydi vaqt. Qani sotib oladiganlar bayirlar kiryapti katta. To'xtatamiz hozir. Mana shu atrofda kirgan edim, qaranglar. Kirgan safar 135.90 qaranglar bayirlar. 31.074 katta bayir kirgan. Sotib oldi kimdir. Bu time sales. Shu sababli kirganman. Qaranglar, bundan keyin 31.090 ga tushmadi pastdan, qarang 3 ta. Bayirg'ana ketdi. Yana bayir keldi. 36.136 ta yana kirdi. Men 136.80 dan kirdim, qarang. Yana bayir kirdi, qarang. 136.60 ta yana kirdi. Kimdir sotib oldi. 136.50 da yana sotib oldi kimdir. Lekin katta seller bor. 137 da. 137 bro qildi, qarang. 137 80 da yana kimdir sotib oldi. Bayirlar ko'rasizlar, controlda bayirlar. Shunga yordam beradi. Masalan, oldin ali xatoim bo'lardi. Bookmap yo'qligida masalan candlestickga qarab o'tirsang, faqat ali bunaqa paytlarda masalan bunaqa joylarda ketardim-da. Bu Bookmapda qarasang o'sha boshqa narsa ko'rsatyapti. Bu bayirlar stepin qilyapti, bayirlar sotib olyapti. O'sha sabablicha ali yutuqlarimni maksimalni olishga yordam beryapti. Yaxshi, foydali bo'lyapti shu.